Mamlakatimizda yoshlarning intellektual va jismoniy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratib kelinadi. Bundan tashqari ichki turizmni rivojlantirish, aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida har oyda bir marta shanba va yakshanba kunlari oila va mehnat jamoasi bilan sayohatga chiqish kuni deb e'lon qilingan. Shu ma'noda Xorazmda sog'lom inson, sog'lom millat Urganch 2025 forumi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Ayzaxon Ilyosxonova tanishtiradi. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va uning hududiy filiallari ishtirokida Olimpiya ruhi ilhom manbai, Paralimpiya cheksiz iroda shiori ostidagi sog'lom inson, sog'lom millat Urganch 2025 forumi samarali tashkil etildi. Unda yuzlab talabalar, professor, o'qituvchilar hamda xodimlar faol ishtirok etdilar. Tadbirning asosiy maqsadi yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sportni ommalashtirish va ularni jismoniy faollikka jalb etishdan iborat edi. Forum davomida yoshlar futbol, voleybol, shaxmat, suzish, yengil atletika, qum voleyboli, stol tennisi hamda Paralimpiya tarkibiga kiruvchi sport musobaqalari bo'yicha bellashdilar. Paralimpiyada tarkibiga kiruvchi suzish musobaqasida ishtirok etdim va g'olib bo'ldim. Sportning voleybol turi bo'yicha qatnashmoqdaman hamda bu qatnashuvchilarga umid tilab qolaman. Bu forum chemberida bizga ko'plagan do'stlar orttirdik, yanada bunday forumlar ko'p bo'lishini tilaklaymiz. Bundan tashqari forum davomida quvnoqlar va zukkolar intellektual o'yini, madaniy ma'rifiy tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar o'tkazildi. Ushbu musobaqada universitetimizning terma jamoasi, ya'ni STAS jamoasi bilan qatnashamiz. Maqsadimiz ushbu ilk bor o'tkazilayotgan rektor kubogida g'alaba qozonib, yorug' yuz bilan Toshkentga rektor kubogi bilan qaytish. Ilk bor o'tkazilayotgan filiallar o'rtasidagi quvnoqlar va zukkolar o'yinidan ham umidimiz katta. Ayniqsa bu forum bizni ochilmagan qirralarimizni ochishga yaxshigina maydon bo'ladigan umiddamiz. Bir jamoa, bir oila bo'lib, yig'ilgan forum ishtirokchilariga yaxshi kayfiyat ulash uchun qiziq chiqishlarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Ishonamizki, bugungi forum biz yoshlarni, iste'dodimizni barchaga namoyon etishimizda yaxshi maydon bo'ladi. Shuningdek, yoshlar Xiva shahrining tarixiy obidalari bo'ylab sayohat qilib, madaniy ma'rifiy tadbirlarda qatnashdilar. Forum so'ngida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda uning hududiy filiallari talabalari o'rtasida bo'lib o'tgan sport musobaqalarining g'oliblari taqdirlanishdi.